sizlar eng yomon talabasizlar degan. İşte u menga qiziq, har doim menga nimadir yomon deyaptimi, u nimaga yomon deyapti, har doim qiziq. Nimaga unaqa deyapsiz deb so'raganimda, sizlar degan, misol kontrakt to'lamaysizlar. Mening hunarim, qanaqadir hobbi deydi, shunaqa narsam bo'lmagan. Kelganman, hamma qatori bilimim bo'lgan, matematika shunaqa. Ko'rganman. Faqat men bitta tor yo'nalishda ko'rganman, keyin общий real hayot ko'rgandan keyin IDU tanlovi bo'lgan. Qachon bir mehrim bor edi, yoshligimdan programmist bo'laman demaganman. Jamiyatga yaxshi chuqurroq qo'shilganman. Keyin shuni tushunib yetganman. Introvert bo'lganmisiz hech? Shunaqa. Universitet zo'r, puli ko'p. Sizni topadigan pulingiz haqida gaplashishimizga qarshiligingiz bormi? Birinchi ish topishimda, ikkinchi ishimdan ko'ra oyligim kattaroq bo'lgan. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bizda shunaqa rubrika bor. Biz universitet talabasi o'qiyotgan va o'qishni bitirganlarni chaqirib, ulardan fikrlarni olamiz universitet bo'yicha va universitet hayoti, undan tashqari bo'lgan talabalik hayotida erishiladigan natijalar bo'yicha fikrlar olamiz. Bugun shunaqa mehmonimiz bor, Azizbek Jo'rayev. Universitetni IDUni eng birinchi talabalaridan va eng birinchi bitiruvchilaridan hisoblanadi. O'z vaqtida universitetlarni mana bu Students Union'da prezident bo'lgan talabalardan biri. Azizbek Jo'rayev, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Azizbek, bugun siz bilan universitet hayoti va universitet bergan natijalar, undan tashqari keyin erishilgan yutuqlar haqida gaplashamiz. Samimiy suhbat bo'lishi kerak. Universitet yaxshi bo'lsa yaxshi, yomon bo'lsa yomon joylarini tilga olib ketamiz. Hamma joyda kamchiliklar bor, shu uchun sanash bu muammo emas. Qisqacha qilib o'zingizni tanishtirsangiz boshda. Xo'p, ismim Azizbek. Andijon viloyati Shahrixon tumanida tug'ilib o'sganman. Birinchi umumiy o'rta ta'limim ham shu tumanimizda 49-maktabda bo'lgan. Bakalavrim shu hozirgi suhbatga sababchi bo'lib turgan IDU universitetida tamomlaganman. Yaxshi. Universitetga kirish jarayonini bir tasvirlab bersangiz. Xo'p, nima uchun, qanaqa qilib kelib qolgansiz bunga? Nimaga tanlagansiz shu joylarni? Xo'p, men hozirgi o'qishim bakalavrim ITda, ishim ham ITda bo'lgan bilan men yoshlikdan bir ITga mehrim bor edi deb ayta olmayman. Shu 11-sinf yarimlarida, shu birinchi, ikkinchi chorak tugagan paytda boryapman maktabga, qanaqadir nimadir yetishmayapti. Patologimga yetib qolganman, o'sishim kerak. Bitta plyus tarafim, shu yoshligimdan ota-onam telefon olib bergan, internetga dostupim bor edi. Qaysidir blogerlarni, qaysidir yaxshi nimalarni kuzatib borganman. Ishda Toshkentda o'qish kerak, Toshkentda o'sish ko'p, yaxshi shaharlarda yashash kerak degan tema bo'lgan. Keyin shunda Toshkentga kelaman, bu yerda o'qishga tayyorgarlik ko'rib, shu davlat universitetida topshiraman degan maqsad bor edi. Bunga ruxsat berishgan. Shu chog'da, shu kunlarda IDU naqa chiqib qo'ygan menga reklamasi. Bo'ldi, menga shu xudo yetkazdi, mana menga yo'l deganman, topshirib imtihondan o'tganman. Faqat bitta fanim to'g'ri kelmagani uchun tayyorlov kursiga taklif qilishgan. O'sha men maqsad qilgan narsa o'sha tayyor komplekt bo'lib kelyapti deb bu yoqqa kelganman, tayyorlov kursida o'qib, keyin bakalavriga qabul qilinganmiz. O'sha paytda variantlar bo'lganmi sizda? Davlat universiteti bo'lgan, IDU bo'lgan, boshqa variantlar bo'lganmi? Yoki faqat IDU bo'lganmi? U paytda o'sha o'qishga bu yoqqa tayyorlovga kirganimdan keyin o'sha bu yoqda bolalarni ko'rib, ungacha shu davlat universiteti men uchun birinchi o'rinda bo'lgan. Keyin bu yoqqa kelib turib men ko'rganman. Faqat men bitta tor yo'nalishda ko'rganman, keyin общий real hayot ko'rganimdan keyin IDU tanlovi bo'lgan. Shunda IDU tanlovi ko'proq kirib, ichkariga kirganingizdan keyin, atrofdagi bolalarni ko'rgandan keyin aniq. Ha, bu tabiiy, ya'ni siz oldin faqat bitta narsani ko'rgansiz, bu yoqda boshqa yaxshi narsalar borligini ko'rmagansiz. Keyin bu yoqqa kelib turib, ya'ni kattargandan keyin men kurgazor. Keyin shu yo'nalishni tanlashga, shu IDU tanlashga to'g'ri. Hozir IDUni tugatdingiz. O'qish jarayoni haqida gaplashaylik. Boshdan qaysi yo'nalishda boshlagansiz? Nima uchun u yo'nalishni tanlagansiz va o'qish jarayoni qanaqa bo'lgan? Xo'p, o'sha biz boshga kirganda shu o'zi asosan IDUda IT va biznes bo'lgan. Men to'g'risi biznes bo'yicha ketaman deb hech qachon o'ylamaganman ham. Shuning uchun endi qanaqa bo'lgan? ITni tanlashimga sababchi bo'lgan bo'lsa, shu yoshligimda shu kompyuter, telefon, bunaqa texnologiya bilan ota-onam ta'minlashgan. Informatika bo'yicha ham nimadan yaxshi o'qirdim. Maktab paytlari anaqa olimpiadalarga chiqib qiziqish bo'lgan. Shuning uchun shuni tanlaganman. Shu boya aytganimdek, men hech qachon bir mehrim bor edi, yoshligimdan programmist bo'laman demaganman. Kirganman, foundation o'qiganmiz. Foundationda faqat hamma uchun bir xil bo'lgan.
hammaga aloqador nimalar o'tishgan. Keyin menda tanlov bo'lgan shu kiberxavfsizlik, sun'iy intellekt boshqa. Keyin o'shanda kiberxavfsizlik tanlaganman. Ya'ni shu IT ga alohida kiberxavfsizlik tanlab, shuni bitirganmiz. Shu orada ishga ham kirganmiz. Yaxshi o'qituvchilardan dars ham olganmiz. Hamma bilimlarni asosiy foydavor bo'lgan bilimni baribir IDUdan olganman. Yaxshi. Bilimlar deganda qanaqa bilimlar tushunilgan? Chunki men misol uchun o'zimdan kelib chiqib aytaman. Men o'sha Britaniya universitetlaridan birida o'qiganman va universitetimni yaxshi ko'raman. Juda zo'r muhit bo'lgan, ancha mashhur universitet, lekin agar hozir mendan so'rasangiz, o'sha universitetda o'qiganingdan nima qolgan esingda desangiz, hech narsa esimda yo'qdir. Chunki shunchaki menga muhit yoqqan, atrof muhit, mana bu talabalarning erishayotgan yutuqlari menga motivatsiya berganda. Sizda bormi? Aniq esingizda qolgan siz o'rgangan birorta bilimlar? Ha, men bitta narsadan boshida kelganimda sal o'zimni afsuslanganman. Qanaqa? Menda qaysidir bitta tor doiraga kirish uchun hech qanaqa bir hunarim, qanaqadir hobbi deydi, shunaqa narsam bo'lmagan. Kelganman, hamma qatori bilimim bo'lgan, matematika, ingliz shunaqa. Qaysidir bolalar kimdir yaxshi fotograf bo'lgani uchun ular birlashib nimadir qilishgan, kimdir qo'pol bo'lsa ham computer games yaxshi o'ynagan uchun ular men hech qaysida bo'lmaganman. Shunda o'zimga o'zim sal afsuslanganman. Nimaga men ham qo'shimcha nimadir qilmaganman. Keyin harakat qilib siz aytgandek student unioniga naq bo'lganmiz, jamoa yig'ib yutib chiqamiz. O'shanda sal men qaysi jamiyatga yaxshi chuqurroq qo'shilganman. Keyin shuni tushunib yetganman. Tushunib yetib. Introvert bo'lganmisiz ungacha? Shunaqa introvert bo'lib, hozir unchalik emas. Keyin universitet davrida bo'lsa, yaxshi, misol undan oldin masalan maktabda faqat lokal naqadar o'qituvchilar bilan bo'lgan bo'lsak, bu yoqda chet el universitetlarini o'qib ketgan o'qituvchilar bilan gaplashib, ular sal tushuntirgan, faqat O'zbekiston emas, boshqa nimalari bor, mamlakat ishlarida ishlasa bo'ladi deb tushuntirgandan keyin unga qarab keyin harakat qilganman. Ya'ni kimdir menga boost bergandek bo'lgan bu yoqda. O'qituvchilar, ha? O'qituvchilar. Yaxshi. IDUdan olgan eng katta yutuqlar, ya'ni siz erishgan narsalar va IDUda yoqmagan narsalar haqida gapirib bersangiz. Xo'p. Men fikrim bo'yicha talaba hech qachon universitetda emas, universitet ichidagi o'qituvchi muhitni tanlash kerak deb o'ylayman. Qaysidir universitet zo'r, puli ko'p, binosi katta yo ko'p bo'lishi mumkin, lekin ichida muhit yaxshi bo'lmasa yo bo'lmasa o'qituvchilar yaxshi bo'lmasa, u menimcha yaxshi emas. Menga qaysi ma'noda shu o'qituvchilar o'sha asoschimiz Ibrohim aka katta anaqa bo'lgan. Chunki boshda kelganmiz, bitta sherigim bilan men anaqada o'qiganman, scholarshipda 90% 3 yil, keyin oxirgida kontraktga tushganman. O'tirganimizda kelib turib bolalar kirdilarmi, shunaqa kirdik, scholarship yutdik deganimizda, sizlar eng yomon talabasizlar degan. Menga qiziq, har doim menga nimadir yomon deyaptimi, u nimaga yomon deyapti degan har doim qiziq. Nimaga unaqa deyapsiz deb so'raganimda, sizlar degan, misol kontrakt to'lamaysizlar. Shuning uchun harakat ham qilmaysizlar pul topishga yo bo'lmasa boshqa qilishga. Yo unaqa qilishga harakat qilmaysizlar deganda, u payt e'tiborga olmaganman. Oradan 1 yil o'tdi. Yoz payti o'shanda ham jo'natmagan bizni, mana shu yerda ishlanglar, boshqa qilinglar deb. Bir kun shunday keldim, u payt kvartirada turardik. Bolalar yo'q. Bolalar qayerda desam, hammasi ishdaman, yoqdaman, bu yoqdaman deyapti. Men to'g'ri anaqa bilimim yaxshi, ishim yo'q. Ertaga nima bo'ladi? 4-kurs bitirasan, bu bolalar ishli bo'ladi. Qaysiman eng kamida bir bo'lim boshlig'i qayerdadir bo'ladi. Senchi? Sen baribir noldan boshlaysan. Men diplomim bo'lganmi? O'shunda tushunib yetganman, ya'ni bitta odam gapini men yetib kelish uchun 1 yil kerak bo'lgan. Haqiqatda tushunib yetganman, keyin o'ziga ham aytganman, boshqa qilganman. O'sha paytda qaysi ma'noda shu bilimni naqd bo'lganim uchun sirasiz harakat qilib 1 oyda ishimni topib ketganman. Zo'r. Demak, grant borligi qaysidir ma'noda minusga ishlagan bo'lishi mumkin. Minus. Bu narsani anaqa ham aytgan, bitta o'rtog'imiz ham aytganda, qarang, bu scholarship sizni minusingizga ham ishlab qolishi mumkin degan. Meni bitta tarafim shu tushunib yetganman. To'g'ri paytda tushunib yetib, buni harakatini qilganman. Shunda borda shunaqa abituriyentlar faqat grant xohlaydi. Yo'q, u narsa to'g'ri emas deyman. Noto'g'ri deysiz? 100% to'g'ri emas deya olmayman. Tushunib yetgan odamga, masalan, buni faqat grant menga bering imkoniyat, bo'ldi, men hech narsa qilishim kerak emas ekan, men aqlliman ekan desa, u yomon. Men o'ylayman, har doim men aqlsizman deb turib, bilib odamdan narsalarni olaverish kerak.
misol o'sha olgan narsangiz sразу kerak bo'ldimi, sразу ishlab ketsangiz u plyus. U siz hech qachon ayta olmaysiz, ertaga men bu vaziyatga tushmayman, bu bilim menga kerak emas deb hech qachon odam ayta olmaydi. Yaxshi. Pul topishni qachon boshlagansiz? Xo'p, pul topishni 2-kursdan boshlaganman. Va talabalar uchun ertaroq pul topish qanchalik muhim deb hisoblaysiz? Pul topishni boshlash. 1 yil baribir ishlamasdan o'qish kerak deb o'ylayman, chunki bu muhitga kirib olish kerak. Men bu universitetda o'zini qanaqa vaqt ketadi, qancha vaqtni bu yoqqa sarflasa, qachon ishga sarflaydi, shuni bilib olish kerak-da. Masalan, 1 yil qilsa, o'qisa, biladi, daily rutinasini qanchasini o'qishga sarflaydi, qanchasini ishga sarflaydi. Sразу o'qishga ham, ishga ham sразу olib ketib bo'lsa, birinchi moslash o'yincha ikkita anaqa bosim bo'lib qoladi deb o'ylayman. Shunaqa. Keyin pul topishni boshlash kerak. Bu narsa muhimmi yo shuncha shart emasmi? Muhim deb o'ylayman. Eng kamida shu bu yoqda yashash sharoitini o'zi yetkazadigan darajada topish kerak deb o'ylayman. Yaxshi. Kontrakt to'lasa, nur ustiga arzondir. Sizni topadigan pulingiz haqida gaplashishimizga qarshiligingiz bormi yo'qmi? Yo'q. Hozirgi intervyuni ko'rdingiz, do'stlar. Talabamizning natijalari bilan sizni tanishtirdik. Bunaqa talabalardan bizda xudo xolasa 65 ta bu yili. Keyingi yillar har yili 2x, 3x, 4x, 10x ko'payadi degan umiddaman. Agar siz ham sun'iy intellekt, kiberxavfsizlik, raqamli biznes, raqamli marketing, data science yo'nalishlarida o'z bilimingizni oshirib, dunyo tan olgan 600 talikka kiradigan diplomlarni qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, natijali oyligi baland ishga kirmoqchi bo'lsangiz, darhol bizning universitetimizga bepul imtihonlarga ro'yxatdan o'ting. Ro'yxatga o'tish uchun havolani mana shu videoni pastiga pin qilib qo'yganmiz. Undan tashqari, agar sizga natija kerak bo'lsa, IDUga marhamat. Ayta olasizmi ochiqcha? Qanchadan boshlagansiz va qanchagacha chiqqansiz? Xo'p, meni qiziq bo'lgan. Birinchi ish topishimda ikkinchi ishimdan ko'ra oyligim kattaroq bo'lgan. Birinchi ko'proq boshlab, keyin tushganmisiz? Ikkinchi nimamda oyligim sal tushganman. Unga bitta sabab bo'lgan, u meni omadimni bilmayman. Ishga topshirganimda ularda HR sistemasi o'sha payt ishlamay turganmi, bo'lim boshlig'i ishga olmoqchi bo'lgan. Borganman. Просто texnik suhbat bo'lib ketgan. Qaysi ishxonaligini aytsak bo'ladimi? Dafna degan kompaniya bor, mebellar anaqa qilishadi. O'shga borganman. Pul deb aytaman, 8 milliondan boshlangan. U yoqda 6 oy ishlaganman, o'sha layoff bo'lgan. O'shanda men o'sha layoffda bo'lganman. Keyingi ishimda undan pastroq oylikka kirib, keyin ko'tara olganman. Hali siz bilan hozir gaplashdik. Shunaqa qiziq anaqa bo'lgan menda. Keyin universitetga kirgansiz, ha? Shunaqami? Dafnadan keyin universitet unaqasiga ishxonaga. Yaxshi. U yerda qanchadan qanchaga chiqqansiz? Xo'p, Qancha vaqt ketgan bu? U yerda 6 dan boshlaganman. 10 da tugatdim. 10 million so'mdan tugatib. Universitetda IT bo'limida ishlagansiz. Shunaqa. Hozir u yoqdan ketib, universitet tugatgan paytingizda yana boshqa universitetda ishlaydigan joyingizdan ham ketib, Uzinfocomga ishga kirgansiz hozir. Shunaqa. O'sha haqida gaplashaylik qani. Uzinfocomda qanaqa kirib qoldingiz yoqqa va qanaqa ketyapti yo'q? U yoqda ham juda bir qiziq narsa bo'lgan. U universitetda ishlab yurgan paytim shu qabul bo'limiga qarardim, LMS boshqa nimalarga qarab turardik. Meni shu bo'lim boshlig'im kasal bo'lib qolib, ketib qolgan. Uzoq muddatga ketganda hamma narsa meni bo'ynimga qolib ketgan. Ya'ni u misol kimdir gaplashish, u bo'lim boshlig'i bizga ish olib kelib berardi, biz qilardik. Undan keyingi odamlar meni deb tanlashganda, sen uni ishini qilasan degan. Ertalab kelardim ishga, 9 da bo'lsa, men ertaroq kelardim, boshqa ishim yo'q. Universitetim ham o'sha payt ta'til bo'lgan bo'lsa, abitgacha meni nimam, ishim faqat kimlar bilan gaplashish, bo'lib o'tib ketardi. Lekin men unaqa vaziyatda emas edim, vaholanki, chunki men hali tajriba orttirishim kerak edi. Men tushunib yetganman, agar bu yerda qolsam, men faqat o'smayman, faqat shunaqa odamlar bilan qasd bilan o'tib ketaman. Texnik hech qanaqa o'sa olmayman deganman. Keyin ishni qidirishni boshlab, shu Uzinfocomga kirib qo'yganman. Uzinfocomga ham hech qanaqa HR bilan emas, shu bitta aka bor edi, kanalni kuzatib borardim. O'sha texnik bilimlar tashlab borar, bir kun shu kerak shunaqa kandidatlar dedi. Yozdim. Keyin baribir HR aloqaga chiqib, 1 oy davom etgan ishga kirishim, 1 oy vaqt olgan. Oylik haqida ayta olasizmi? Hozirgi oyligingiz haqida, universitet tugatgan paytdagi oylik. Shunaqa, $1,5 ming yaqin olaman. $1,5 ming atrofida. Yaxshi.
Qanchagacha chiqish mumkin deb hisoblaysiz? Universitet tugatdingiz, taxminan 1 yil ichida qanchagacha chiqarsa bo'ladi agar o'zingizda ishtiyoq zo'r bo'lsa, bosib ishlasangiz? Xo'p, hozir ozgina tendensiya o'zgargan deb o'ylayman. Misol oldin vaqt masalasi katta rol o'ynagan bo'lsa, hozir ham bor. Misol uchun hozir shunaqa nimam bor, o'yim bor. Men ishlab turgan pozitsiyadan pastroqda mendan bilimliroq bola bo'lishi mumkin. Yo bo'lmasam qaysidir vazirlikda katta lavozimda ishlab turgan odam meni pozitsiyamda mendan bilimi kamroq bo'lishi mumkin. U har xil endi, kimdir tanish masalasi, kimdir vaqt masalasi. Men sezaman o'sha o'z infogomda ham men qaysidir mana qolgandan yaxshi ishlab turgan bo'lsam, yosh raqam sababli u lavozimga ko'tarishmaydi. Hamma narsa boshqa faktorlar ham bor demoqchisiz. Bu bitta faktori. Hozirgi endi men ham hozirgi pokoleniyaga kirsam, bizda bitta plyusimiz bor. Уже bilim bo'lsa ko'tarishyapti qaysi ma'noda. Misol men ham boshida kelganimda o'z infogomda har bitta ishimda nimadir anaqa borda, meni neobычный narsa bo'ladi. Bu yoqqa kelganimda ham birinchi boshida kelsangiz, misol 3 oy sinov muddati bergan, misol 3 oygacha hech qanday ish qilmaysiz degan. Men birinchi oyda o'zidan menga proyekt berib ishlatishgan. U birinchi kun ishga kelyapman, ikkinchi kun o'sha bo'limda o'zini yig'ilishi bo'lgan. Yig'ilishga siz ham boring. Bizda aytadi, gap deb qo'yadi. Hamma yig'ilib, o'sha kuni borib yig'ilganmiz, mafiya o'ynaganmiz, uni hamma biladi. Universitetda ham ko'p o'ynardik, uni oldin ishxonada o'ynaganim uchun, yaxshi o'ynaganim uchun o'zi zo'r kirishib ketadigan. O'zi 3-kun ishga boryapman, o'zi ko'rishib, aka yaxshimisiz deb, o'zi bir hafta o'tyapti, bo'ldi, sizga ishondik, o'zi proyekt berishgan. Shunaqa qiziqdi endi. Ana shu joyda hard skill, ya'ni siz kod yozishni, uni bilishdan tashqari soft skill ham ishlagan. Soft skill o'ta zo'r naqa ishlaydi. Universitet beradigan bilimlarga qo'shimcha, mana misol uchun dars o'tadi, qanaqa kod yozishni o'rgatish mumkin, bilimlar berish mumkin, lekin universitet yana boshqa talabalar bilan birga soft skills olishga ham yordam beradi. Bu ishda ham juda katta muhim rol o'ynaydi. Tak, keyingisi. Hozir universitetda talabalar o'qiyapti yoki endi o'qimoqchi bo'lgan abituriyentlar bor. Bizlarni ko'rib turgan bo'lishi mumkin. Nima maslahat berasiz? IDUga kirish kerak bo'lsa, nima maslahat berasiz yoki kimlarga kirish kerak emas IDUga? Xo'p. Endi avvalo ularni o'zini maqsadiga bog'liq. Endi men o'zim bu IDUni IT yo'nalishida taniganman, shu paytgacha bilib kelaman. Endi misol biz bitirganimizdan keyin nima o'zgarish bo'lib ketgan bo'lsa, saytda biznes yo'nalishimiz ochilgan boshqa. O'zbek fakultetlari haqida to'g'risi uncha nimam yo'q, xabarim yo'q. Men shu xorijda naqada o'qiganim uchun xorijni bilaman. ITda qiziqish bo'lsa haqiqatda, misol ingliz tili, informatika, shu kompyuter soha ilmi bo'lsa, kesin o'qisin deyman. Chunki ertaga davralarga borsangiz, misol men ishga kirganimcha ham ITga aloqador nima tadbir bo'lsa, boraverganman. Borib turib, o'sha paytda misol kim bilan gaplashib ketishingiz uchun qayerda o'qiysan desa, misol uchun agrarda o'qiyman, lekin anaqada ITda ishlamoqchiman siz, o'sha unda qanaqadir shubha bo'ladi. Qanday agrarda o'qib turib, demak, o'zini anaqasini to'g'ri olib bormayapti, o'zini yo'nalishini, lekin bu sohaga o'tmoqchi degan shubha paydo bo'ladi. O'sha paytda men ITda o'qiyman, shu ITga ixtisoslashgan institut, shuning uchun shu yoqda ketyapman desa, na, bu o'sha bola o'zini yo'nalishi bo'yicha qiziqish bilib, anaqasini orttirmoqchi bo'lsa, zo'r bo'ladi. Men shu taraflama ITni tavsiya beraman. Boshqa institutlar ham bor. O'sha bilan boshqa institutlar bilan teng anaqa tanlovda bemalol ko'rsa bo'ladi. O'zbekistonda boshqa universitet. Yaxshi. Men o'zim anaqa olganman, yaxshi bilimlar olganman. Shuning uchun bemalol tavsiya qilaman. Minus tomoni haqida ham gaplashaylik. Xo'p, endi minus tomonimi yo zamon talabi shuni bilmayman. O'zbekistondagi ko'plab nimalardan kontrakt anaqasi bo'yicha, summasi bo'yicha qimmatroq. Endi xususiy universitetda o'zi tabiiy holat bo'lib qoldi bunaqa narsa. Men o'zim ham o'sha sharoitni bilgan holda, ham bu yoqda bilgan holda ayta olaman. Bizni O'zbekiston bo'yicha hali ko'p aholimiz uchun bu kattaroq summa deb o'ylayman. Qimmatroq demoqchisiz, qimmatroq, da. Mana menda ham misol uchun menda qanaqa bo'lgan? Bizni oilamizda, o'sha urug'imizda ko'p bunaqalar budjetda o'qigan. Misol dadamga ham, dada, shuna kontrakt kirsam o'qiymanmi desam, o'qirasan o'g'lim, puldan muammo emas. Men qolgan anaqalarni buzishni xohlamayman, qadriyatlarni. Misol
amakini o'g'illari hammasi bu yerda o'qigan. Sen ham shunaqa o'qishing kerak deganda shu anaqa motivatsiya bilan o'qiganman. Siz baribir shu grantda o'qigansiz 90%? Shunaqa. Bu imkoniyat ham bor demoqchiman. Agar haqiqatda qiziqish bo'lib turib, ilmi zo'r bo'lsa, berasizlar menimcha. Lekin mana shu kontrakt qimmatligi talabani o'ziga plyusga ishlashi mumkinmi? O'zimni кейsimni aytaman. O'zim samarqandlik. Uydagilarim o'sha payti, o'sha Singapurga kirgan paytim faqat birinchi yil kontraktni to'lashga puli bor edi. Unda ham uydagi mol qo'ylar sotilgan 28 million 800 edi 2018-yil. U aytishgan, o'sha yil o'qishingga bizning imkoniyatimiz bor. Keyingi yil agar o'zing olib keta olsang, davom ettirasan, bo'lmasa qishloqqa qaytasan. Men o'sha qishloqqa qaytib bormaslik uchun shu universitetga, mana shu universitet asoschisi bilan birga ishga kirib, o'sha 28 million 800 ming so'm pulni bir yilda orttirishga harakat qilib ish qidirganman-da, ish topganman. O'sha payti, misol uchun universitetda birinchi kurs, ikkinchi kurs paytimda kontraktni to'lashga harakat qilib, universitet tugatgan payti уже menda uni o'ylab qarasa, kontraktdan ortib yaxshigina oylikka chiqib olgan ekanman. Agar balki o'sha payt kontraktim 8 million bo'lganda, 8 million topishga harakat qilardim-da, 28 million topishga emas. Balki bu ham talabaga qaysidir ma'noda foydali bo'lishi mumkin-da, to'g'rimi? Shu hali aytdim-ku, Ibrohim aka menga aytgan, o'sha narsa ishlagan deyapman-ku. Men ham shunday kelyapman, bir yildan tushunib yetyapman. Xuddi siz aytgandek, o'sha kontrakt o'qiyotgan boshqa studentlar siz aytgandek pul o'sha kontrakt to'lashga harakat qilgan. Men qaysi o'yinda qilmaganman. Men tushunib yetganman. U harakat qilishdi. Shu qimmatligi siz aytgandek maqsad kattaroq qo'yishga yordam bo'ladi. Bo'lmasa suhbatni yakunlaymiz Azizbek. Hurmatli tomoshabinlar, Azizbek bizani o'qish paytida va o'qishdan keyin muvaffaqiyatga erishgan, yaxshi natijaga erishayotgan talabalarimizdan biri. Agar siz ham shu talabalar qatorida bo'lmoqchi bo'lsangiz, hozir IDUda qabul davom etyapti. Pastda havola qoldiramiz. Shu havolaga ro'yxatdan o'tib, keyingi imtihonlarga yozilsangiz bo'ladi. Natijami? Unda IDU. Rahmat Azizbek, zo'r suhbat bo'ldi. Baraka toping. Thank you.